Rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'nggi hajlarida shunday xutba qildilar. Ey odamlar, qonlaringiz va mollaringiz ushbu oyingiz, ushbu yurtingiz hurmatidek haromdir. So'ng Robbingizga yo'liqasiz. Amallaringiz haqida so'ralasiz. Sizlarga haqni yetkazdim. Kimda birovning omonati bo'lsa, uni egasiga topshirishi kerak. Har qanday ribo bekordir. Ey odamlar, shayton diyoringizda unga ibodat qilinishidan umidini uzdi. Lekin u boshqa ishlarda unga ergashishingizdan umidvor. Siz kichik sanaydigan ishlarda yo'ldan urishga urinadi. Diningizda mustahkam bo'linglar. Sizlarga Allohning kitobini va sunnatimni qoldiryapman. Ikkovini mahkam ushlasangiz aslo zalolatga ketmaysiz.